Qani ilohoning yo'limiz bexatar bo'lsin, yo'llarimiz ravon bo'lsin, eson-omon imtihondan o'tib bilan qaytib kelish nasib qilsin. Osondan bersin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Ketdik. Andoq xursand bo'ling. Nima bo'ldi? Qanada, endi ham kun bormayli. Cho'lab yurmasin. Men Yaxshi, sizlar bor ekansizlar. hech nima bizani deb o'tdilar. Boshdan oxirigacha rostdan addiy duo qildik. Aka, ishonasizmi? 23 ta. Hammasi tushgan savol. Bilganlar. Hammasi. Bizga nasib Birinchi xonaga kirib o'tirdim, to'xtadim. Mana shu hozir hamma kirib bo'ldik. Bitta qarasam 23 ga o'tirib bo'lgan. Keyingisiga kiraman dedimda, qaytib keyingisiga borib. Yaxshi ekansiz 23. Birinchi kuni borib 23 ga o'tirib oldim. Qo'l qaltiryapti. O'sha savollarni Quvonch Tushgan savollar kompyuterda bu yoqda ishlaganlarimiz 100% bitta begona savol tushmadi. 18 gacha to'ppa-to'g'ri bordim. Ko'rmayapti, nima qilsam, nima desam bo'ladi? 18 orasida tashab ketmadimmi? Hozir qayta ikkalasini tavakkal bosaman deyapman. Ikkalasini tavakkal xato bosib yuborib qoldim. 18 gacha. Молодец, bo'ldi, 30 qilamiz. 30 xona ko'rdingiz. Zo'r bo'lgan ham nasib qilsin ilohim. Ha, hammadan birinchi bo'lib chiqdingiz. Qarab o'tirdik-da. 3-chi bo'lib chiqdim. Ha, aka bilsangiz Oston ekan, baribir bor-ku, ani biz so'zni aytib bilganga Oston deb, bilganga Oston ekan. Tabriklaymiz sizga bitta Asosiy. Bo'ldi, endi ketdik. Toqqa deng. Adam getiryapti. Aynan davosingiz bo'ladi. Tog' ko'nglingizga sig'adi endi. Bilasanmi o'g'lim? Sen bilan faxrlanaman. Doim katta ishlar qilishingga ishonardim. Faqat o'zingga aytmaganman.